Senga shunisi yoqdimi? Narx qancha edi? Oilam bilan O'zbekiston bo'ylabda. O'zbekistondagi yagona 24 ga 7 ishlaydigan Gulbozorga keldik. Videoni oxirigacha ko'ring, narxlarni ko'rib hayron qolasiz. Qizil atirgullarning hammasi 200 mingdan. Qo'limdagi guldasta 600 ming. Oq atirgullar, pushta atirgullar bular 300 ming so'mdan ekan. Boshqa joydan 200-300 dollarga oladigan gulingizni bu yerda 1 millionga topish mumkin. Yuqoridagi gullarning ko'pchiligi 600-650 ming so'mdan ekan. Zo'r narsa topib oldim. Men buni yumshoq o'yinchoq olsam, ichida koptogi bor ekan. Atirgullar narxi 10 mingdan ekan. Donaga ham, optimga ham shundaymi? Optimga ham, donaga ham bir xil. Bu yerda guldastalarning narxi 200-250 mingdan boshlanib 1 million 200 minggacha borar ekan. Gulbozorning kattaligini ko'rib, boshingiz aylanib qoladi. Viloyatdan kelib olib ketaman degan mijozlar uchun optimga ham, donaga ham narxlarni kelishtirib berishar ekan. Undan tashqari uy gullariga qiziqadiganlar uchun mana shu otaxon tuvak gullar sotar ekanlar. Ayol baxti deb nomlanadigan tuvakdagi gul 200 ming so'm ekan. Uyda atirgul yetishtiraman deganlar uchun atirgul ko'chatlari ham bor. Optim sotiladigan barcha gullar 6 ming so'mdan 10 ming so'mgacha ekan. Bozorda faqat shu do'kon bozor bilan hamnafas 24 ga 7 ishlar ekan. Optimga ham, donaga ham bir xil narxda beruvchi bozor sizni hayron qoldirdimi? Bizni hayron qoldirdi. Biz keldik. Siz qachon kelasiz? Aniq lokatsiya Telegram kanalda.